Sizga yangi Tvavadnon kalaskalarimiz kelgan. Ko'rishingiz mumkin. Kichkina farzandingiz bo'ladigan bo'lsa, chaqaloq farzandingizni orqa tomoniga o'tkazib qo'ysangiz bo'ladi. Agarda akasi yo'q, opasi bo'ladigan bo'lsa, oldi tomoniga o'tkazib bemalol ko'chalarda aylanib yursanglar bo'ladi. Hozirda bizda ikki xil rangi bor. Bu kalaskaning glavnisi yig'ilishi bo'lyapti. Oldingi Hasan-Husan kalaskalarda bilsanglar, yonma-yon bo'lgan kalaskalar juda ham katta va qo'pol yig'ilardi. Bu kalaskaning yig'ilishini videoni oxirigacha ko'rsanglar, ko'rsatib o'tamiz. Glavni tomonlarga o'tadigan bo'lsa, balonlarni rezinaviy qilingan. Karzinalarga ahamiyat bersangiz, karzinalar ham ancha katta, bemalol narsalarni solib ko'chalarda yursanglar bo'ladi. Hop, glavnisiga kelsa, orqa tomoni avtomat bo'ladi. Keyinchalik bola o'tiradigan bo'lsa, o'tkazib ham qo'ysangiz bo'ladi. Ko'chada uxlab qolsa, yotqizib ham qo'ysangiz bo'ladi. Oldi tomonni stupenkasini ham ko'chada bolajon uxlab qolsa, yotqizib qo'ysangiz ham bo'ladi. Qolasangiz o'tkazib ham qo'ysangiz bo'ladi. O'zida zimli chexollari ham bor. Ikkala tomonga ham oyog'ini yopib, bemalol ko'chalarda, safarlarda aylantirib yursanglar bo'ladi. Zimli chexoli ham ikkita bo'ladi. Xo'p, yig'ilishiga keladigan bo'lsa, yig'ilishi yig'ilishini ko'ryapsizlar, bemalol sayohatlar qilib yursanglar ham bo'ladi. Bu kalaskani ko'tarishingiz shart emas, bemalol chemadan qilib ham ishlatsangiz bo'ladi. Bizda hozir ikki xil rangi bor. Bejiviy bilan seri.